Bugun sizlarga Atomic kompaniyasini noni soklarini obzor qilmoqchiman. Nonimiz o'zi ikki xil chiqadi, shtuchni chiqadi, butulchni chiqadi. Men butulchni barakaliroq deb aytaman, ham akkuratni uvalib bo'lmaydi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana noni daraxtini mevasidan olinadi bu. Bu nimaga? Bu antioksidant bu. Bu yangi hujayralarni восстановить qilib beradi. Miya faoliyatiga zo'r. Mana hozir mana ko'rinishi, qaranglar qanaqa akkuratni keladi. Zo'r bo'lib keladi, sinmasligi uchun. Mana shunaqa butulchni bo'ladi. Qaranglar zo'rligini. Bu hamma narsa, bu operatsiyadan keyin ichsanglar ham operatsiyani zo'r bitirib beradi, yiringlashini oldini oladi. Keyin hozirgi paytda ko'p bolalarimiz ziriri, autizmdan tug'ilyapti. Miya faoliyatiga zo'r. Doktorlarimiz ham shuni yozib berishyapti, noni sokini ichiringlar deb. Mana hozir ham bu bitta bolajonimizga boradi, dastavkadan chiqaryapmiz. Bir kunda bir mahal bitta katta qoshiqdan ichiradilar. Bu antioksidant, organizmni yangi to'qimalar paydo bo'lishiga